2000-yilgacha O'zbekistonda 6000 ta kutubxona bo'lgan. Hozir 250 ta saqlanib qoldi. Ya'ni eng yomon holatimiz nima bilasizmi? Ota-onasi o'lgandan xursand bo'lyapti-da, kitoblarni qog'ozini tashlab beryapti. Ilmni xor qilish. Ilmni xor qilib qanaqa qilib yuksalish mumkin? Bo'lmaydi. Kitobida yozib qo'ydi. Xafa bo'lmanglar, bular juda kuchli gaplar. Bular osonlik bilan olmadim. Qog'ozning narxini oshganini tualet qog'ozidan bilgan insonlar o'ylayvering, ular qayeri bilan o'ylashini. Nima millatga aylandi? Kitob sotib o'tiraman-da, qarang. Bir kuni 30 ming so'mlik kitob sotdim. 30 ming. Mana agar baklashga tersam ko'proq pul topaman. Vagonga chiqsam ko'proq pul topaman. Yonimda bir ayol o'tiradi. Satli biroq gadoychilik qildi deb 1,5 million so'm pul topdi. Undan ham ko'proq pul topdi. Yomon alam qildi-da. Nima bilasizmi? Degan buni ham keltirib bergan, hammasi kitoblarda yozilgan. Degan aytadi. Insonlar nima uchun donishmandlarga pul bermaydilar-u, gadoylarga pul beradilar desa? Degan aytadi. Ular ahmoq emas, bilishadi ko'r va kar bo'lib qolishligi mumkinini. Gadoy holatiga tushishligi mumkinligini. Lekin ular bilishmaydiki, hech qachon donishmand bo'la olmasliklarini. Donishmandliklar ularga aniq. Berishmaydi.